Zoologiya tarixi. Qadimgi dunyo, omon qolish va asoslar. Dastlabki insoniyat. Hayvonlar haqidagi bilimlar omon qolish uchun kalit bo'lgan. Ovchilik, himoya va xonakiylashtirish. Hayvonlar madaniyat va dinning bir qismiga aylangan. Aristotel miloddan avvalgi 4-asrda yashab o'tgan hisoblanadi. U ilmiy zoologiya asoslarini qo'ygan olim. Aristotel 500 ga yaqin turni tasvirlagan. Hayvonlarni 2 guruhga ajratgan. Qonlilarga umurtqalilar va qonsizlarga umurtqasizlar kabi dastlabki tushunchalarni umurtqalilar va umurtqasizlar kabi bo'lgan termin tushunchalarni dastlab Aristotel aniqlagan hisoblanadi. Aristotelning asosiy asari hayvonlar tarixi hisoblanadi. O'rta asrlarda turg'unlik va saqlanish vujudga kelgan. Rivojlanish sekinlashgan, ko'plab antik bilimlar yo'qolgan. Hayvonot dunyosi, afsonalar va rivoyatlar, masalan, yolg'iz shoxli otlar, grifonlar orqali tasvirlangan. Amaliy bilimlar, qishloq xo'jaligi, tibbiyot saqlanib qolgan. Buyuk kashfiyotlar davri va tasnifi. Bunday davrda buyuk kashfiyotlar vujudga kelgan. Sayohatlar, masalan, uzoq mamlakatlardan yangi hayvon turlari kashf etilishi, tasniflashga bo'lgan qiziqishlarni kuchaytirgan. Keyingi kashfiyotlar bu mikroskopning ixtirosi, ya'ni 15-asrga to'g'ri kelgan. Bu kashfiyotlar davridagi haqiqiy davr hisoblanadi, ya'ni haqiqiy yutuq. Anton Leeuwenhoek eng oddiy organizmlar dunyosini kashf etgan. Karl Linney 18-asrda yashab o'tgan. Tirik organizmlarning birinchi ilmiy tasnif tizimini yaratgan. Binar nomenklaturani joriy qilgan. Masalan, Homo sapiens. Pyotr Pallas Rossiya faunasining boyligini o'rgangan va tasvirlagan. 19-asrda Darvin inqilobi. Charles Darwin turlarning kelib chiqishi asarini nashr etgan. Turlar tabiiy tanlanish orqali rivojlanishini isbotlagan. Uning nazariyasi hayvonlarning o'zgaruvchan sharoitlarga moslashishini va yangi hayot shakllarining paydo bo'lishini tushuntirgan. Darwinning nazariyasidan kuzatilayotgan asosiy maqsad turli xil hayvonlar qanday sharoit bo'lmasin, hayot faoliyatini davom ettirishi, hayot shakllarining yanada rivojlanib ketishini Darwin nazarda tutgan o'z nazariyalarida. 20-asrda Rossiya olimlarining hissasi. 20-asrga kelib bir qancha Rossiya olimlarining kashfiyotlarga, davr rivojlanishiga bir qancha hissa qo'shilganini yodda tutamiz. Ulardan evolyutsionistlar, ya'ni ularga Aleksey Seversev va Ivan Shvalgauzenlar kiradi. Faunachilar va zoogograflarga Mixail Menzbir va Pyotr Sushkinlarni misol qilishimiz mumkin. Bular o'simlik olamini va hayvonlarning tarqalish hududlarini o'rgangan Rossiya olimlari hisoblanar ekan. Ekologlardan Dmitriy Kashkarov va Aleksey Formozov. Ekologlarning asosiy vazifasi tashqi muhitning tirik organizm bilan yoki bo'lmasa tirik organizmning tashqi muhit bilan o'zaro bog'liqligini o'rgangan olimlar hisoblanadi. Keyingi olimimiz Konstantin Skriabin. Bu olim parazit chuvalchanglarni o'rganish maktabining asoschisi. Ya'ni o'sha maktabda parazit chuvalchanglarning o'rganilishini o'rgangan olim.
xavfli kasalliklarga shistozomoz, trixellos qarshi samarali kurash usullarini ishlab chiqqan, millionlab hayotni saqlab qolgan.